agar o'tdi ichidan bitta ilon ushladik do'stlar, akam katta gapirib qo'ydilar. Shu ilonni hozir zahrini olib, piyalaga solib, ichib senga ko'rsataman dedilar. Aka, 900 yetadimi rostdan? Yetadi, javob. O'lib netib qolsangiz mendan emas. Gap yo'q. Hozir zahrini olasiz, ichasiz, ichgandan keyin tabiatga qo'yaveramiz ilonni. Davay. Qani, kamerani yaqinroq. Bular. Bismillah. Bani. O zahrini qaraylar, zahrini. Mana. Voy. Ajoyib zahar berdi bu. Mana tishi. Mana shu ikkita tishidan beradi zahar. Mana zaharni oldik. Hozir ichadilar. Agar o'tdi ichidan bitta ilon ushladik do'stlar. Akam katta gapirib qo'ydilar. Shu ilonni hozir zahrini olib, piyalaga solib, ichib senga ko'rsataman dedilar. Aka, 900 yetadimi rostdan? Yetadi, javob. O'lib netib qolsangiz mendan emas. Gap yo'q. Hozir zahrini olasiz, ichasiz, ichgandan keyin tabiatga qo'yaveramiz ilonni. Davay. Qani, kamerani yaqinroq. Bular. Bismillah. Bani. O zahrini qaraylar, zahrini. Mana. Voy. Ajoyib zahar berdi bu. Mana tishi. Mana shu ikkita tishidan beradi zahar. Mana zaharni oldik. Hozir ichadilar. Bilmadim nima bo'ladi, aka, o'lib netib qolsangiz mendan emas. Bilmadim, endi birinchi marta ichdim mana. Yo'q-a? Ha. Qani ichingchi. Ye. Yaxshimisiz? Tinchmisiz, ha? Ey! Qarang, turing. Akamiz shunaqa Nasimert o'ladi deb o'yladinglarmi? Yo'q. Mana akam turibdilar, soppa sog'lar. Hurmatli do'stlar, biza klinikaga kelganmiz. Ilon zahri bilan davolaydigan opamizni mana sertifikatlari, hamma narsalari bor. Uyda shunaqa lecheniya qiladigan klinika ochganlar. Bu qanaqa kasalliklarga davo bu, opa? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, hammalaringizga xayrli kun. Bu o'zimiz uyimizda boqadigan tabiatdan olinadigan ilonlardan olingan tabiiy zaharlardan tayyorlangan ushbu preparatlarimiz tabiiy usulda davolanadi. Hozir mana iste'mol qilgan bemorimiz